Assalomu alaykum hurmatli majlis mijozlari. Bugun muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan 3 tajribasi asosida uchrashuvga yig'ilib turibmiz. Bu uchrashuvlarda ko'zlangan asosiy maqsad siz tadbirkorlarning muammolaringizdan kelib chiqib, shularni hal qilish orqali yangi ish o'rinlari yaratishdan iborat. Marhamat, kimda qanday taklif muammolar bo'lsa aytishlaringiz mumkin, savollaringiz bo'lsa. Bankingizda qanday imtiyozli kreditlar bor? Rahmat sizga. Bankimizga biriktirilgan mahallalarda o'z-o'zini bank qilish orqali ajratiladigan mikroqarz kreditlarimiz bor. Bular mahalla loyihasi va biznesga ko'mak kreditlaridan iborat. Mahalla loyihasi krediti 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan o'z-o'zini bank qilgan fuqarolarga yillik 25% ustama orqali plastik kartaga o'tkazib berish yo'li bilan ajratiladi. Biznesga ko'mak kreditimiz esa 4 yil muddatga. Bu 6 oy imtiyozli davr bilan xuddi shunday 25% yillik ustama to'lash sharti o'z-o'zini bank qilgan fuqarolarga ajratiladi. Kreditlar bilan olishning asosiy shartlaridan biri albatta bu o'z-o'zini bank qilish guvohnomasini olishi shart bo'ladi. Keyin